Bugun biz ikki buyuk jangchini tahlil qilamiz. Ikkisi ham o'z yurtining faxri. Ring ustida esa qutilgan yirtqichdek. Biri Yaponiyaning monsteri Naoya Inoue bo'ladi. Ikkinchisi esa O'zbekiston faxri, texnik aql va irodani mujassam qilgan Murodjon Ahmadaliyev. Bu jang kuch, texnika, tezlik, strategiya, yapon sadoqati va o'zbekning sabrining to'qnashuvi bo'ladi. Yapon xalqining bir shiori bor: jangda mag'lub bo'lgandan o'lib ketgan afzal. Inoue boks olamida tirik afsona hisoblanadi. Uning zarbalarida nafaqat kuch, balki chaqqonlik, aql va yashin tezligida amalga oshadi. Xavfli zarbalardan esa Inouening o'ng qo'l zarbasi o'lim hukmi deb ataladi. Uning har bir kombinatsiyasi oldindan rejalashtiriladi. Tanaga yo'llangan har bir zarba raqibning nafasini bo'g'ishga harakat qiladi. Texnik jihatdan esa jeb, o'ng qo'ldan esa cross, pastdan esa hook. Bu zarbalar Inoue uchun klassik usul hisoblanadi. Biroq ushbu monsterning zaif tomonlari ham bor. Inoue juda ham hujumkor, raqibni sindirish uchun ba'zida mudofaani unutib qo'yadi. Hamyurtimiz Murodjon Ahmadaliyev esa texnik mukammallik, sabr, aql bilan jang qiluvchi bokschi hisoblanadi. U ringda o'zini yo'qotib qo'ymaydi. Har bir zarbada ma'no, har birida esa reja bor. Murodjonning xavfli tomoni esa chap qo'l zarba hisoblanadi. Murodjonning zarbalari kuchli bo'lmasa-da aniq va og'ir. Sport tahlilchilarining fikriga qaraganda Murodjon raqiblarni urmaydi, aksincha raqiblarni yemirishga harakat qiladi. Biroq hamyurtimizning ham zaif tomonlari mavjud. Murodjon ba'zida jangning 3-raundigacha sekinroq tempda bo'ladi. Raqib kuchli bosim uyushtiradigan bo'lsa, raundlarda ochkolarga boy berishi mumkin. Qadrli do'stlar, 14-sentyabr kuni Yaponiyada tarixiy jang bo'lib o'tadi. Sizningcha bu jangda kim g'alaba qozonadi? Yapon monsterimi yoki o'zbekning o'g'lonimi? Albatta o'z izohingizni kommentariyaga yozib qoldiring.